Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. 1 avgustdan pensiya oluvchilarga qo'shimcha to'lovlar bo'yicha yangi tartib va bu tartib kimlarga taalluqli bo'lishi mumkin. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang, chunki bitta hujjat yetishmasa, bitta ariza vaqtida topshirilmasa yoki siz o'zingizga tegishli imtiyozni bilmasangiz, qo'shimcha pulni olmasdan qolishingiz mumkin. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, ota-onangiz, buvingiz, bobongiz pensiya olsa yoki o'zingiz pensiya yoshida bo'lsangiz, videoni oxirigacha diqqat bilan eshiting. Men hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Kimlar qo'shimcha to'lov olishi mumkin? Kimlar kutmasligi kerak? Qaysi holatda pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak? Qaysi holatda esa to'lov avtomatik hisoblanadi? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday xabarlar ko'pincha odamlarning cho'ntagiga bevosita ta'sir qiladi. Avvalo, masalaning ildizini tushunib olaylik. Pensionerlarning eng katta muammosi nima? Ko'pchilik pensiya miqdori kundalik xarajatlarni to'liq qoplamasligidan shikoyat qiladi. Dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar, transport, ba'zan farzand yoki nabiralarga yordam. Bularning hammasi pensiya oluvchining byudjetiga og'irlik qiladi. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan, nogironligi bo'lgan, boquvchisini yo'qotgan yoki mehnat staji kam bo'lgani uchun past pensiya olayotgan insonlar uchun har qanday qo'shimcha to'lov katta ahamiyatga ega. Oldin qanday edi? Oldingi tartibda pensiya miqdori asosan 3 ta narsaga bog'liq bo'lardi. Fuqaroning ish staji, ish haqi miqdori va pensiya tayinlangan tur. Ya'ni yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Shunga qarab hisob kitob qilinardi. Ayrim hollarda ustamalar bor edi. Masalan, nogironligi bo'lganlarga, urush qatnashchilari yoki ularga tenglashtirilgan shaxslarga, yolg'iz pensionerlarga, alohida toifadagi fuqarolarga qo'shimcha ustamalar belgilangan bo'lishi mumkin. Ammo amaliyotda ko'p muammo chiqardi. Kimdir o'ziga qo'shimcha to'lov tegishini bilmasdi. Kimdir tuman bo'limiga borishga qiynalardi. Kimdir hujjatlarni yig'a olmasdi. Ba'zan esa ma'lumotlar tizimda to'liq ko'rinmasligi sababli odamning huquqi bo'lsam qo'shimcha pul vaqtida hisoblanmasdi. Yana bir muammo, pensioner menga ham oshadimi yoki yo'qmi degan savolga aniq javob topolmasdi. Endi nima o'zgaryapti? 1 avgustdan qo'shimcha to'lovlar bo'yicha yangilik shundan iboratki, ayrim toifadagi pensionerlarga pensiya ustiga qo'shimcha mablag' hisoblanishi, mavjud ustamalar qayta ko'rib chiqilishi yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj guruhlar bo'yicha to'lovlar aniqlashtirilishi kutiladi. Men bu yerda eng muhim jihatni alohida aytaman. Har bir pensionerga bir xil miqdorda pul tushadi deb o'ylash noto'g'ri. Qo'shimcha to'lovning bor yo'qligi va miqdori pensionerning holatiga, hujjatlariga, toifasiga va oldin qanday pensiya olayotganiga qarab farq qilishi mumkin. Birinchi navbatda, qo'shimcha to'lovlar bo'yicha eng ko'p e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan guruhlar bor. Men ularni sodda qilib tushuntiraman. Birinchi guruh eng kam pensiya yoki past miqdorda pensiya olayotgan fuqarolar. Masalan, bir pensioner oyiga 800 ming so'm atrofida pensiya olayotgan bo'lsa, uning xarajatlari esa bundan ancha yuqori bo'lsa, davlat tomonidan belgilangan minimal ijtimoiy kafolatlar yoki qo'shimcha kompensatsiyalar doirasida qayta hisoblash bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensioner o'z pensiyasi nimaga asoslanib hisoblanganini, unga eng kam miqdor bo'yicha qo'shimcha to'lov qo'shilmaganini tekshirish kerak. Ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan pensionerlar. Bu yerda hammasi aniq hujjatlarga bog'liq. Agar inson nogironlik pensiyasi olsa yoki yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsa-yu, qo'shimcha ravishda nogironlik guruhi mavjud bo'lsa, unga alohida ustama yoki ijtimoiy yordam turi tegishi mumkin. Masalan, ikki guruh nogironligi bo'lgan pensioner oyiga 1 million 100 ming so'm pensiya olayapti deylik. Agar uning nogironlik maqomi elektron tizimda to'g'ri aks etmagan bo'lsa, ayrim qo'shimcha to'lovlar hisoblanmasligi mumkin. Shuning uchun bunday fuqarolar tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatlari, nogironlik guruhi muddati va pensiya jamg'armasidagi ma'lumot mosligini tekshirish kerak. Uchinchi guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar. Masalan, marhum turmush o'rtog'i hisobidan pensiya olayotgan ayol, ota-onasidan ayrilgan bola yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zosi bor. Bunday pensiya ko'pincha oiladagi shaxslar soni, boquvchining ish staji va boshqa hujjatlar asosida belgilanadi. Agar oilada qo'shimcha huquq beruvchi holat yuzaga kelgan bo'lsa, masalan, bola oliy ta'limda kunduzgi shaklda o'qiyotgan bo'lsa yoki nogironlik holati bo'lsa,
to'lov qayta ko'rib chiqilishi mumkin. 4-guruh yolg'iz pensionerlar. Bu juda nozik masala. Yolg'iz yashaydigan, doimiy parvarishga muhtoj, yaqin qarindoshlari bilan birga yashamaydigan pensionerlar ayrim hududlarda ijtimoiy xizmatlar, kompensatsiyalar yoki qo'shimcha moddiy yordamga da'vo qilishi mumkin. Lekin men yolg'izman deyishning o'zi yetmaydi. Buni ijtimoiy xodim tegishli tashkilotlar orqali tasdiqlash kerak bo'ladi. Misol uchun 78 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda, o'zi esa dori darmonga muhtoj. Bunday holatda u faqat pensiya emas, balki mahalla orqali ijtimoiy yordam masalasini ham ko'tarish kerak. 5-guruh ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik so'raydi. Men pensiya olaman, lekin yana ishlayman. Menga ham qo'shimcha to'lov beriladimi? Bu savolga javob shunday. Hamma narsa qo'shimcha to'lovning turiga bog'liq. Agar to'lov pensiyaning umumiy qayta hisoblanishi bo'lsa, ishlayotgan pensioner ham undan foydalanishi mumkin. Agar to'lov faqat ishlamaydigan, ijtimoiy himoyaga muhtoj pensionerlarga qaratilgan bo'lsa, ishlayotgan pensionerga berilmasligi mumkin. Shuning uchun hamma oladi yoki hech kim olmaydi degan gaplarga ishonmang. Har bir holat alohida tekshiriladi. Endi oddiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol. Akmal ota 65 yoshda 35 yil ish stajiga ega. Hozir oyga 1.600.000 so'm pensiya oladi. U nogiron emas, yolg'iz yashamaydi. Qo'shimcha imtiyozli toifaga kirmaydi. Bunday holatda unga faqat umumiy pensiya indeksatsiyasi yoki davlat tomonidan belgilangan umumiy oshirish bo'lsa ta'sir qiladi. Maxsus qo'shimcha to'lov esa tegmasligi mumkin. Ikkinchi misol. Saodat opa 70 yoshda pensiyasi 9.000 so'm, turmush o'rtog'i vafot etgan, o'zi sog'lig'i yomon, dori darmonga ko'p xarajat qiladi. U ilgari hech qachon pensiya jamg'armasidan qo'shimcha ustama bor yo'qligini so'ramagan. Mana shunday odamlar albatta tekshirtirish kerak. Chunki past pensiya, yolg'izlik, tibbiy holat va ijtimoiy himoya omillari qo'shimcha yordamga asos bo'lishi mumkin. 3-misol. 2-guruh nogironligi bo'lgan pensioner 1.200.000 so'm oladi. Nogironlik guruhi muddati uzaytirilgan, lekin hujjat elektron bazada yangilanmagan. Natijada qo'shimcha ustama vaqtida tushmasligi mumkin. Bu holatda pensionerning o'zi yoki yaqinlari tibbiy ijtimoiy ekspertiza ma'lumotlari pensiya jamg'armasida to'g'ri ko'rinayotganini tekshirishi shart. 4-misol. Marhum otasidan o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan talaba bor. U maktabni tugatib universitetga kunduzgi shaklda kirgan. Agar o'qish to'g'risidagi ma'lumot o'z vaqtida taqdim etilmasa, to'lov to'xtab qolishi yoki kamayishi mumkin. Demak, qo'shimcha to'lov haqida gap ketganda ham asosiy hujjatlar doim yangilanib turishi kerak. Endi eng muhim joyiga keldik. Ko'pchilik xatoga yo'l qo'yadigan holatlar bor. Men bularni alohida sanab o'taman. Birinchi nozik jihat, qo'shimcha to'lov hamma pensionerga avtomatik tushmasligi mumkin. Agar to'lov davlat bazalaridagi ma'lumotlar asosida hisoblanadigan bo'lsa, albatta ko'pchilikka avtomatik tushadi. Lekin bazada ma'lumot to'liq bo'lmasa, eski pasport ma'lumotlari, yashash manzili, nogironlik guruhi, oilaviy holat yoki ish staji bo'yicha xatolik bo'lsa, pul kechikishi mumkin. Shuning uchun qo'shnim oldi, men olmadim degan holatlar uchrashi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, pensiya miqdori oshsa, ayrim ijtimoiy yordamlar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, oila kam ta'minlangan deb e'tirof etilgan bo'lsa, pensiya ustiga qo'shimcha pul tushishi oilaning jami daromadiga ta'sir qiladi. Bu yomon degani emas, lekin davlat yordamlarida daromad mezoni bor. Shuning uchun oiladagi har bir to'lovni aniq hisoblab yurish kerak. 3-nozik shart. Ortiqcha to'lov qaytarib olinishi mumkin. Ba'zan odamga xatolik bilan ortiqcha pul tushadi. Ko'pchilik davlat tashlabdi, demak meniki deb o'ylaydi. Yo'q, agar tizimda xato bo'lsa, keyin aniqlanganda ortiqcha to'langan summa ushlab qolinishi mumkin. Shuning uchun pensionerga birdaniga odatdagidan ancha ko'p pul tushsa, darhol sababini aniqlab olish foydali. Bu keyin muammo bo'lishining oldini oladi. 4-nozik jihat, norasmiy xabarlarga ishonmang. Telegram guruhlarda tanishlar orasida hamma pensionerga falon so'mdan berilar ekan. Faqat bugun ariza topshirsang bo'ladi. Pul olish uchun karta raqamini yubor degan xabarlar tarqalishi mumkin. Men sizni ogohlantiraman. Pensiya to'lovlari bo'yicha rasmiy ma'lumotlar pensiya jamg'armasi, mahalla, Mayponko-Gubuz, bank yoki tegishli davlat tashkilotlari orqali tekshiriladi. Hech kimga bank kartangizning to'liq ma'lumotlarini, SMS kodni, PIN kodni bermang. Pensionerlar ko'pincha firibgarlar nishoniga aylanadi.
Beshinchi nozik jihat. Qo'shimcha to'lov pensiya kartasiga tushishi yoki naqd shaklida yetkazilishi mumkin. Bu hudud va to'lov shakliga bog'liq. Agar pensioner pensiyani bank kartasi orqali olsa, qo'shimcha to'lov ham o'sha kartaga tushishi ehtimoli yuqori. Agar naqd pul shaklida oladigan bo'lsa, to'lov jadval bo'yicha yetkazilishi mumkin. Lekin bu borada bank, pochta yoki pensiya jamg'armasi bo'limi orqali aniqlik kiritish kerak. 6-chi nozik jihat. Hujjatdagi ism familiya farqlari muammo tug'diradi. Masalan, pasportda O'g'iloy, eski mehnat daftarchasida Ugiloy, nikoh guvohnomasida yana boshqa yozuv bo'lsa, tizim hujjatlarni bir shaxsga bog'lashda qiynalishi mumkin. Ayniqsa, eski mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, nikohdan keyin familiya o'zgarishi kabi holatlar pensiya qayta hisobida muhim. Bunday vaziyatda notarial tasdiq, arxiv ma'lumotnomasi yoki FHDG hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. 7-chi nozik jihat, chet elda bo'lgan yoki doimiy yashash joyi o'zgargan pensionerlar. Agar pensioner boshqa hududga ko'chgan bo'lsa, lekin pensiya hujjatlar eski tumanda qolgan bo'lsa, to'lovlar bo'yicha aloqa kechikishi mumkin. Shuning uchun yashash joyi o'zgarganda pensiya jamg'armasini xabardor qilish, bank kartasi faol ekanini tekshirish, telefon raqamini yangilash kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Bu qismni diqqat bilan eshiting va oilangizdagi pensionerlarga ham tushuntiring. Birinchi qadam, pensiya miqdorini tekshiring. Oxirgi oyda qancha pensiya tushganini yozib qo'ying. 1 avgustdan keyin tushgan summani oldingi oylarni solishtiring. Masalan, iyunda 1 milyon 200 ming so'm, iyulda 1 milyon 200 ming so'm, avgustda 1 milyon 390 ming so'm tushgan bo'lsa, farq 130 ming so'm. Bu farq nimadan kelib chiqqanini aniqlash kerak. Umumiy oshirishmi, qo'shimcha ustamomi yoki boshqa to'lovmi? Ikkinchi qadam, o'zingizning toifangizni aniqlang. Siz yoshga doir pensionermisiz? Nogironlik pensiyasi olasizmi? Bo'g'uvchisining yo'qotganlik pensiyasimi? Yolg'iz yashaysizmi? Ishlaysizmi yoki ishlamaysizmi? Bu savollarning har biri muhim. Chunki qo'shimcha to'lov aynan toifaga qarab belgilanadi. 3-chi qadam, hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Asosiy hujjatlar pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi ma'lumotlari, mehnat daftarchasi nusxasi, nogironlik bo'yicha ma'lumotnoma, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha guvohnomalar, nikoh yoki vafot etganlik guvohnomasi, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, talabalar uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma. Hamma hujjat hammaga kerak emas. Lekin o'z holatingizga tegishlisini oldindan tayyorlab qo'ysangiz, vaqt yutasiz. 4-chi qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Buni bir necha yo'l bilan qilish mumkin. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga borish, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat yuborish, mahalla orqali ijtimoiy xodimdan maslahat olish yoki rasmiy telefon raqamlari orqali ma'lumot so'rash. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, yaqin qarindoshi yordam berishi mumkin. Lekin ayrim harakatlar uchun ishonchnoma talab qilinishi mumkin. 5-qadam, arizada aniq yozing. Arizada 1 avgustdan qo'shimcha to'lovlar bo'yicha menga tegishli ustama va qayta hisoblash mavjud yoki mavjud emasligini tekshirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar nogironlik, yolg'iz yashash, boquvchisini yo'qotish, kompensiya, staj bo'yicha aniqlik kiritish kabi holatlar bo'lsa, ularni alohida ko'rsating. Arizaga hujjatlar nusxasini ilova qiling. 6-qadam, javobni yozma shaklida oling. Og'zaki javob ba'zan yetarli bo'lmaydi. Sizga tegmaydi deyishsa, nima sababdan tegmasligini tushuntirishlarini so'rang. Agar rad javob bo'lsa, qonuniy asosini ko'rsatishlari kerak. Shunda siz keyinroq yugurib tashkilotga murojaat qilish yoki xatoni tuzatish imkoniga ega bo'lasiz. 7-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi, SMS xabarnoma ishlayaptimi, telefon raqam o'zgarmaganmi? Shularni aniqlang. Ba'zida pul hisoblangan bo'ladi, lekin karta muammosi sabab pensioner uni vaqtida ko'ra olmaydi. 8-qadam, agar pul tushmasa, darhol vahima qilmang. To'lovlar ba'zan jadval asosida bir necha kun farq bilan tushadi. Lekin bir oy o'tib ham hech qanday o'zgarish bo'lmasa, albatta murojaat qiling. Ayniqsa siz qo'shimcha to'lovga haqli deb hisoblasangiz, jim turmang. 9-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar internetdan foydalana olmaydi, hujjatlarni tushunmaydi, navbatda turishga qiynaladi. Farzandlar, nabiralar, qo'shnilar yordam berishi kerak. Lekin yordam berayotganda pensionerning roziligisiz uning bank kartasi, shaxsiy ma'lumotlari bilan harakat qilmang. Hammasi qonuniy va ehtiyotkorlik bilan bo'lishi kerak. 10-qadam,
har bir tushgan pulni yozib boring. Oddiy daftar tuting. Qaysi sanada qancha pensiya tushdi? Qaysi sanada qo'shimcha to'lov bo'ldi? Bankdan qancha yechildi? Bu odat kelajakda xatolik bo'lsa isbot uchun juda foydali bo'ladi. Agar siz pensiyangizni muntazam olsangiz, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, imtiyozli to'yfangiz yo'q bo'lsa va qo'shimcha to'lov aynan sizning guruhingizga tegishli bo'lmasa, ortiqcha xavotir olish shart emas. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki ba'zida inson o'zi bilmagan holda qo'shimcha huquqqa ega bo'lishi mumkin. Masalan, uzoq yillar zararli mehnat sharoitida ishlagan, lekin bu staj pensiyada to'liq hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Yoki ayol kishi farzand parvarishi davri bo'yicha staj masalasini aniqlashtirmagan bo'lishi mumkin. Yoki erkak kishi harbiy xizmat davri hujjatlarida ko'rinmay qolgan bo'lishi mumkin. Bularning hammasi pensiya miqdoriga ta'sir qilishi ehtimoli bor. Yana bir muhim masala, qo'shimcha to'lov bilan pensiya oshishi bir xil narsa emas. Pensiya oshishi umumiy indeksatsiya bo'lishi mumkin. Ya'ni barcha yoki ko'pchilik pensionerlarga belgilangan foizda ta'sir qiladi. Qo'shimcha to'lov esa ma'lum guruhga, ma'lum shartlar asosida berilishi mumkin. Masalan, umumiy oshirishda odamning pensiyasi 10% ga oshsa, qo'shimcha to'lovda kimdir aniq belgilangan miqdorda ustama olishi mumkin, kimdir esa olmasligi mumkin. Shuning uchun xabarlarni o'qiganda aynan qaysi turdagi to'lov haqida gap ketayotganini farqlash kerak. Agar siz mening pensiyam noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, faqat qo'shimcha to'lovni kutib o'tirmang. Pensiya tayinlangan paytdagi hujjatlarni qayta ko'rib chiqing. Ish staji to'liq kiritilganmi? Ish haqi ma'lumotlari to'g'ri olinganmi? Mehnat daftarchasidagi yozuvlar aniqmi? Arxidan olinishi kerak bo'lgan ma'lumotlar bormi? Ba'zan qo'shimcha to'lovdan ham ko'ra pensiyani qayta hisoblatish ko'proq foyda beradi. Masalan, 5 yil ish staji hisobga olinmay qolgan bo'lsa, bu oyma-oy pensiyaga ta'sir qilishi mumkin. Demak, avgustdan pensionerlar uchun qo'shimcha to'lovlar masalasida eng muhim xulosa shuki, hamma bir xil pul oladi deb o'ylamang. O'zingizning to'yfangizni, hujjatlaringizni va pensiya hisob kitobingizni tekshiring. Past pensiya oluvchilar, nogironligi bo'lganlar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar, yolg'iz pensionerlar va hujjatlarida noaniqlik bor fuqarolar albatta e'tiborli bo'lishi kerak. Men sizga tavsiya qilaman, avgust oyida tushgan pensiya summasini oldingi oy bilan solishtiring, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Pensiya jamg'armasiga yoki mahallaga murojaat qiling. Javobni imkon qadar yozma shaklida oling. Eng muhimi, firibgarlarga ishonmang. SMS kod va karta ma'lumotlarini hech kimga bermang. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bu ma'lumotni ularga yetkazing. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda qo'shimcha to'lovlar bo'yicha qanday xabarlar bor? Pensiya miqdorida o'zgarish sezildimi? Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganmisiz? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha belgisini yoqing. Men sizlar uchun pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam va qonunchilikdagi eng muhim o'zgarishlarni sodda tilda tushuntirib boraman.